Assalomu alaykum barchalarga. Hammanglar sog' salomat, qishlardan eson-omon chiqyapsizlarmi? Bugun mana 19-yanvar 2026-yil soat mana 12:47 bo'lyapti. Bugungi darsimiz buyuruvchi belgilarga ta'rif berib o'tamiz. Birgalikda haydovchilik guvohnomasiga yana bir qadam tashlaymiz. Obuna bo'lib kuzatayotganlarga, kuzatib borayotganlarga hammanglarga rahmat deb qolaman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi kirganlarga ham obuna bo'lib qolishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, bu Avtotest Pro prilojeniyasi. Bu prilojeniyani hammanglar yuklab olib, o'zingizlar tayyorgarlik ko'rishinglarni so'rab qolardim. Juda zo'r ishlangan, test savollari ham, hatto real imtihonda o'tirganday bo'lasiz. Bu yerda belgilarga ta'riflar bor. Shu belgilarni, yo'l belgilarini, hozir buyuruvchi belgilarini, sizlarga ta'riflarini o'qib beraman. Bu narsa, bu videolar nimaga yuklanyapti? Siz o'qishga quntuz bo'lmasa, bu videoni qo'yib, rasm solib, eshitib ko'rsangiz, zora sizga hayolingizga kirsa, kallangizga kirsa, biron narsa olsangiz bu videodan biz xursand bo'lamiz. Hali birgalikda pravani olib videolar qo'yishlik barchamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatib borishda davom etinglar. Xo'p, buyuruvchi belgilar. Mavzu buyuruvchi belgilar bo'yicha imtihonimiz. Xo'p, buyuruvchi belgilar muayyan. Mana birinchi tepaga qarab stilga turibdi. Buyuruvchi belgilar muayyan harakatlanish tartibini belgilaydi yoki bekor qiladi. Xo'p, harakat to'g'riga deb beryapti. 4-1-1 chizig'i. Xo'p, ikkinchisi 4-1-2 chizig'i. Xo'p, 10 ga beryapti. Harakatlanish 10 ga. 4-13. Harakatlanish chapga. Xo'p, keyingisi 4-14. Harakatlanish to'g'riga yoki 10 ga. Ikkita chiziq beryapti mana. To'g'riga ham belgi strelga turibdi. 10 ga ham ko'rsatkich belgisi turibdi. Agar mana bu pasada mana 4-14 harakatlanish to'g'riga yoki 10 ga deyilganda oldida havola turibdi. Havolasini ensasiz, bandi, konstitutsiya, qonun bobigacha bu yerda to'liq tushuntirib o'tilgan. 4-15 harakatlanish to'g'riga yoki chapga. Xo'p. Endi mana ikki tomonga qayrilish turibdi. Qarama-qarshi 4-16 harakatlanish o'ngga yoki chapga. Endi faqat belgilar ko'rsatilgan ko'rsatkichlar yo'nalishlarida harakatlanishga ruxsat etiladi. Chapga berishga ruxsat beruvchi belgilar qayrilib olishga ham ruxsat beriladi. Esinglarda tursin. Chap tomonga belgi bo'lsa, qayrilib olishga ham ruxsat berilar ekan. Muayyan kesishmada talab etilgan harakatlanish yo'nalishlariga tegishli ko'rsatkichlar shakli tushirilgan 4-11, 4-16 belgilari qo'llash mumkin. 4-11, 4-16 belgilari ta'siri yo'nalishida transport vositalariga joriy qilinmaydi. 4-11, 4-16 yo'l belgilari qatnov qismlarining qaysi kesishmasidan oldin o'rnatilsa, belgining ta'siri shu kesishmaga joriy qilinadi. Yo'lning qismi boshlanishida o'rnatilgan 4-11 belgisi ta'siri yaqin chorrahaga joriy qilinadi. Belgi o'ng tomonda joylashgan hovlilarga va yo'lga yondosh boshqa hududlarga burilishni taqiqlamaydi. Xo'p, bu belgi 4-21 to'siqni chapdan aylanib o'tish belgisi ekan. Xo'p, 4-22 to'siqni o'ngdan aylanib o'tish. Faqat ko'rsatkich ko'rsatgan tomonga aylanib o'tish ruxsat etiladi. Xo'p, bu belgi 4-23 to'siqni o'ngdan yoki chapdan aylanib o'tish. Har tomonida aylanib o'tish ruxsat etiladi. Xo'p, endi aylana 43 4-3 aylanma harakatlanish ko'rsatkichlar yo'nalishlarida harakatlanish ruxsat etiladi. Xo'p. 4-4 yengil avtomobillar harakati
yengil avtomobillar, avtobus, mototsikllar, mopedlar, skuterlar, belgilangan yo'nalish transport vositalari va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari harakatlanishiga ruxsat etilishini bildiradi. Belgining ta'sir oralig'ida yashovchi va ishlovchi fuqarolarga tegishli. Ularga va korxonalarga xizmat ko'rsatuvchi transport vositalari bu belgi tatbiq etilmaydi. Bunday hollarda transport vositalari belgilangan joyga eng yaqin chorrahadan kirib yoki chiqib ketishlari kerak. Xo'p, bu belgi turi 5 velosiped yo'lkasi faqat velosiped va individual harakatlanish vositalarida harakatlanishlarga ruxsat etilishini bildiradi. Trotuar yoki piyodalar yo'lkasi bo'lmasa, velosiped yo'lkasidan piyodalar ham yurishi mumkin. Xo'p, bu belgi turi 6 piyodalar yo'lkasi faqat piyodalarga yurishiga ruxsat etiladi. Xo'p, bu belgi piyodalar va velosipedlar va individual harakatlanish vositalarining birgalikdagi harakatlanish tashkil etilgan yo'lak. Xo'p. Turi 62 piyodalar, velosipedchilar va individual harakatlanish vositalarining birgalikdagi harakatlarni tashkil etilgan yo'lakning oxiri. Xo'p. Turi 63 piyodalar va velosipedlar individual harakatlanish vositalarining harakati alohida tashkil etilgan yo'lak 1.1, 1.25 va 1.26 yotiq yo'l chizig'i yordamida konstruktiv tarzda yoxud boshqa usulda piyodalar va velosipedlar harakatini ajratilgan piyodalar va velosipedlar yo'lagi deb nomlanar ekan. Xo'p, turi 64 piyodalar, velosipedlar va individual harakatlanish vositalari harakatini alohida tashkil etilgan yo'lak. Xo'p. Turi 65 piyodalar va velosipedlar va individual harakatlanish velosipedlar harakatini alohida tashkil etgan yo'lak 1.1, 1.25, 1.26 yotiq chizig'i yordamida konstruktiv tarzda yoxud boshqa usulda piyodalar, velosipedchilar va individual harakatlanish vositalari harakatini ajratilgan piyodalar va velosipedlar yo'lagi deb nomlanar ekan. Xo'p, endi turi 66 piyodalar, velosipedlar va individual harakatlanish vositalarining harakati alohida tashkil etilgan yo'lakning oxiri deb nomlanar ekan. Turi 7 eng kam tezlik faqat belgida ko'rsatilgan yoki undan yuqori tezlik kam soat harakatlanishga ruxsat etilgan bildiradi. Xo'p. Eng kam tezlik belgilangan yo'lning oxiri deb bildiriladi. Turi 8 belgining. Xo'p, bu belgi turi 9.1, turi 9.2 va turi 9.3 xavfli yuk tashilayotgan transport vositalarining harakati yo'nalishi xavfli yuk tashish belgisi bilan jihozlangan transport vositalarining harakat yo'l belgisida ko'rsatilgan yo'nalishlarda ruxsat berilgan. Turi 9.1 to'g'ri, turi 9.2 chapga, turi 9.3 o'ngga. Xo'p, bugungi belgilardan o'ziga yodlab olishingizni so'rab qolaman. Eshitib, xulosa qilib, buyuruvchi belgilar haqida bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Kuzatib borganlarga rahmat. Kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar.